Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va obunachilar. Ilmni kimdan o'rganish kerak? Qanday ilm o'rganish kerak? Ilmni qanday targ'ib qilish kerak yoki ilmni qanday tartib bilan olish kerak? Qanday intizom bilan olish kerak? Yoki ilm olish o'zi odobi qanaqa? Ə, darsligi qanaqa degan savollar o'sha ilmi toliblarda ko'p tug'iladi. Ya'niki ilm talab qilayotgan o'sha qaysidir fan, ingliz tilimi yoki boshqa chet tillarimi yoki aniq fan yokida qaysidir ijtimoiy gumanitar fan yoki qaysidir huquq yoki o'sha yuridik ilmlarga ega bo'lmoqchi bo'lganlarda savol tug'iladi. Ya'ni ilmni kimdan olish kerak va qanday bo'lish kerak ilm oluvchi inson? Bu haqida Imom Navoiy o'zini ilm olish odoblari asarida shunday bir o'gitlar keltirganki, bu o'gitlarni agarda hayotimizga tatbiq qiladigan bo'lsak va amalga oshiradigan bo'lsak, albatta muvaffaqiyatga erishamiz. Ya'niki najot kaliti bu ilm olishda desak ham bo'ladi. Eng birinchi navbatda bu kitobda o'qishligimiz nimaga kerak? Chunki har bir ilm oluvchi, ilmi tolib, ya'niki o'quvchi deymiz yoki talaba deymiz yoki toliba deymiz. U qanday bo'lish kerak? Ustozga qanaqa munosabatda bo'linadi? O'quvchini o'zi ustoz o'quvchiga qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Ilm oluvchi o'zi nima uchun ilm olyapti? Maqsad nima bundan? Maqsad dunyoviy yoki uxroviymi? Maqsadi to'xtab qoladimi ertaga o'sha orzuga yetib bo'lgandan keyin u yerga to'xtab qolish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu haqda olimlarning nasihatlaridan, Payg'ambar alayhissalomning hadislaridan yoki Qur'ondagi ba'zi bir oyatlardan keltirib, ular sharhlab bergan. Imom Navoiyni endi balkim eshitgandirsiz, Riyozis Solihin degan asari bor. Riyozis Solihin kimdir agarda Payg'ambar alayhissalom tushida ko'rmoqchi bo'lsa, mana shu kitobni o'qisin degan ulamolarimizning gaplari bor. Riyozis Solihin. Ondan tashqari Arba'in Navaviy darsliklari bor. Buni o'sha domlalarimiz ham yoki o'sha ulamolarimiz ham darslik sifatida o'tishgan. Bo'stonul Orifin yoki Al-Askar kabi kitoblari bor. Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf Navaviy rahmatullohi alayh. Bu hijriy 631-yilda yashaganligi, ya'ni taqriban 1200-yillarda yashagan. Taqriban 1200-yillar. Bizni milodiy sanada. Va bu insonni o'zi bir kunda 12 soat dars qilgan, 12 ta kitobdan dars qilganligi va olimlar bu insonni hayotini hisoblab ko'rishgan, o'zi 49 yil yashagan olim va uylanmagan. Uylanmagan olim hisoblanadi. Imom Buxoriy, xuddi Imom Buxoriy va Alisher Navoiyga o'xshab. Imom Navoiy umri davomida yozgan kitoblarni hisoblab ko'rib, uni har bir kuniga bo'lishsa, o'sha bir kunida 14 varoq yozganligi. Navoiyning o'zi ham aytadi, agarda siz xotirangiz yaxshi ishlamaydigan yoki juda ko'p ma'lumotlarni yodlab qola olmaydigan bo'lsangiz, uni albatta yozing deydi. Yoningizda har doim yon daftarcha olib yuring va asosiy ma'lumotlarni kimlardan eshitib qolsangiz yoki qaydadir o'qib qolsangiz yoki kimdadir suhbatda bo'lib qolsangiz yoki qaysidir joyda o'qib qolsangiz, tezda yozib oling deydi. Keyinchalik yozganingiz yozma ko'nikma insonda 30% miyasida qoladi. Eshitgan ko'nikma 40% qoladi deyshadi. O'qigan ko'nikma 40% qoladi deyshadi uni ham. Endi bu yerda asarda nima asosiy ilmi toliblarni asarda keladiki, ilm bilan shug'ullanish yoki uni bir tizimga solish, ilmi tolib o'zi qanday bo'lishligi kerak? Uni rag'batlantirish qanday bo'ladi? Ya'niki tolibi ilm o'zini rag'batlantirish yoki ustoz o'zini shogirdini qanday rag'batlantiradi yoki qanday jazolaydi? Har bir o'quvchi bilan qanday individual tarzda, pedagogik tarzda ishlab borishlikni o'rgatadi o'zining asarida. Va ilm o'rganuvchilar o'zlariga har doim ruhiy dalda berib turishligi uchun ilm ahli bu eng e'zozlangan ahl, ya'ni ilm o'rganuvchi, ilm yoki o'rgatuvchi o'zini yoki qaysidir sohada baribir o'qigan inson ilm oluvchi bo'ladi-da. Masalan, u fizika sohasi bo'ladimi yoki IT texnologiyami yoki qaysidir zamonaviy fanlar bo'ladimi hozirgi davrda yoki kimyo, biologiya o'sha qaysidir texnologiyalar bilan yoki qaysidir tajribalar bilan qilish bu ham ilmda. Uni qanday olib borish kerak, qay yo'sinda va ustozga qanday hurmatda bo'lishligi kerakligi. Ustozning hech qachon o'zi yo'q joyda yomonlamasligi kerak deydi.
yoki ustozini yonida qiqir kulmasligi kerak deydi. Bu kitobda kelgan. O'zimdan aytmayapman. Va Zariyat Zumar surasi 9-oyatda ham boshidagi nasihatlardan boshlaganda Zumar surasi 9-oyatda Qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun oyatini keltirgan. Ya'ni sen biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'larmidi deb ayt. deydi. Ya'niki inson ilm talab qiluvchi inson hech qachon ilmsiz inson bilan teng bo'lmaydi. Buni kecha bitta podkastda ko'rib qoldim. Bilimli inson, ya'niki ko'p kitob o'qigan yoki ko'p ilmga ega bo'lgan insonni ko'p kitob o'qimagan saviyasiz inson bilan emirtisi, boshini emirtisi, o'sha emirtini biz nima deymiz? O'sha rasmini ko'rsatib beradi-ku, shu ham farq qiladi ekan. Ya'niki inson ko'p kitob o'qigan sayin miyasidagi ma'lumotlar uni miyasiga ta'sir qilib kattarar ekan, miyasidagi hajmi. Bosh kattarmaydi, miyasi kattaradi. Hajmi kattaradi. Buni ya'niki ilmsiz inson va ilmli insonning saviyasini ajratib beradi-da. Va Shavkat Mirziyoyevning qizlari bor, Saida Mirzayeva, hozir yaxshi sohlatlar o'tkazayotgan qizlardan, ya'niki ko'p o'sha falastinliklar kelganda ham ular bilan ko'rishib, gaplashib yoki zakovat 2020-yildan zakovat yangicha turnir bo'ldi. Ya'niki pul mukofot berish, Agrobankning o'shanga homiylik qilishligi, g'olibga 100 million so'm pul berishligi to'g'risidagi. Shunda bosh chiqishda o'zini gapidan emas, birinchi o'sha Mujodala surasining 11-oyatida aytadiki: Yarfa'allohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur oyati bilan boshlaganligini bilamiz buni. Yokida ko'pchilik ulamolar aytadi, ilm yuqmayapti, qanaqa ilm yuqtirsam bo'ladi, bir duo ayting desa, Toha surasining 114-oyati. Va qul robbi zidni ilman. Ya'niki aytgan, Xudoyim o'zing ilmimni ziyoda qilgin, ko'paytirgin. Ko'p ulamolar, olimlar aytishadiki, Qur'onda ziyoda qil so'zi bir marta kelgan. U ham faqat ilmimni ziyoda qil, rizqimni emas, yoki kunimni emas, pulimni emas, yoki umrimni emas, yoki bolamning umrini emas, yoki qizimning umrini emas, yoki erimning umrini emas. Umr emas, faqat ilm ziyoda bo'lishligi bilan inson e'zozlanishligi haqida gaplar keltirgan. Va Imom Shofiyni, o'sha mazhab boshi Imom Shofiyni ham gap keltiradi. Ya'ni men o'zim kundalik daftarimni boshiga yozib olganimda bu aytiladiki: "Iza aradta dunya fa alayka bil ilm va iza aradta al akhirah fa alayka bil ilm va iza aradtahuma ma'an fa alayka bil ilm." Buni ma'nosi shundayki, agar dunyoni istasang, ilmni lozim tut. Agar oxiratni istasang, ilmni lozim tut. Agar ikkalasini birga istasang ham ilmni lozim tut degan nasihati bilan aytadi o'zini. Endi bu yerda mundarijasiga qaraydigan bo'lsak, o'ta saviyali kitob ekanligi, o'ta saviyali asar ekanligini bu yerga keltiriladi. Ya'niki muallimning odobi qanaqa, ta'lim olish va ta'lim berish hukmi qanaqa, muallimning dars va mashg'ulotlari odobi, ya'niki darsda o'zi qanday bo'lishi kerak muallim, o'quvchilar bilan qanday suhbat olib borishligi kerak. To'g'risida pedagoglarga juda qo'l tegadigan va talablarga ham juda qo'l tegadigan asar hisoblanadi. Talabaning odobi nima? Muallim ham talaba ham birdek saqlashi kerak bo'lgan odoblar. Ya'ni muallim talabani oldida qanday bo'lishligi kerak? Xudo-behuda gapirmasligi yoki talaba muallimning oldida qanday bo'lishligi kerak? To'g'risida rahbarning ilm ahlini kuzatib turishi. Ya'niki rahbar o'zi ham ilmli bo'lishligi kerak. Qaysidir sohada, masalan, qaysidir korxonaga, qaysidir yoki shirkatga yoki qaysidir bir boshliq bir joylarga bo'ladigan bo'lsa, uni o'zini ilmi bo'lishligi kerak. Ilmsiz rahbar bo'lsa, u ahvol chatoq. Ilmsiz rahbar bo'lsa. Buni bir O'zbekiston tarixidan keltirib o'taman. Birinchi O'zbekiston tarixi, O'zbekiston Kompartiyasi rahbari, ya'ni raisi, O'zbekiston prezidenti deyiladi. Bu O'zbekiston SSR raisi degani, O'zbekiston prezidenti degani. Yozishni bilmagan. Qo'l qo'yganda Yorqinxo'ja Obidxo'jayevmidi, adashmasam, ismi esimdan chiqib qoldi.
siyohga qo'lni botirib, bosh barmog'ini botirib, shunday imzo qo'yganligi haqida ma'lumotlar keldi. Ya'niki O'zbekiston birinchi prezidenti bo'lmas u. O'zbekiston SSR kompartiyasining raisi bo'lgan. U insonni o'zi yoshni bilmagan. Ya'niki ruslar shunday siyosat qilishganki, iloji boricha hech nimani bilmasin, bizni nima desak shuni qilsin, ya'niki qo'g'irchog'imiz bo'lsin degan. Inson bilgani sayin o'zini kimlarnidir missiyasini bajarayotganligini bilib qoladi. Bu haqida yana bir asarimiz bor, xudo xohlasa uni ham chiqaramiz. Propaganda asari bor. Propaganda asarida ham keltiriladi. Ya'niki siz ilmsiz bo'lsangiz, saviyasiz bo'lsangiz, kimningdir nimasiga xizmat qilasiz? Rejalariga, kimningdir manfaatlariga xizmat qilasiz degan gaplar yotadi. Endi ulamolarga past nazar, olimga past nazar bilan qaralmaydi. U qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Kitob yozganmi, yozmaganmi, ilmiy maqola yozganmi, yozmaganmi, olim bo'ldimi, tamom uni juda qattiq hurmat qilish kerak. Chunki olimni hurmat qilmagan inson, haqorat qilgan inson badbaxt bo'ladi. Bu dunyoda ham ahvoli juda chatoq bo'ladi. Na ish yurishadi u odamni. Men ko'pchilik o'sha olimlarni haqorat qilgan bir ikkita odamlar haqida o'qiganman-da. Stalin ham shunaqa bo'lganda, Lenin ham shunaqa bo'lgan. Leninni yer qabul qilmagan-ku, hozir muzeyda turibdi Sankt-Peterburgda. Ermitaj muzeyida Leninni muzeyi turibdi. Olimlarni qirganda u. Stalin ikkalasi qirgan olimlarni. Bu kitobni o'qishligimiz kerak va ilm olish odoblari Imom Navaviy. Bu inson o'zi ham juda ilmga sho'ng'ib ketgan va ilmni ichida yashagan inson. Ilmga bir kirgan inson undan chiqish qiyin bo'ladi-da. Shu haqda ham o'zining asarlarida keltirib o'tadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.